Hammaga salom, qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari. Mana navbatdagi xonadonimizni mebellarni olib kelib joy-joyiga qo'yib oldik, xudo xolasa. Hozir ikki og'iz egasini o'zidan tafsilotini eshitamiz. Keyin har doimgidek sizlar uchun to'la obzorini unumli, qisqagina qilib beraman. Soatimiz allamahal bo'ldi. Xudo xolasa hozir chiroyli qilib beramiz. Mana shu turgan joyimiz Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani O'zbekiston kolxozi. O'zbekiston kolxozi qaysi qishlog'ida? Jag'alboyli. Mana shu qishloqda turibmiz. Aka, ikki og'iz gapirib bersangiz. Qayerdan zakaz edingiz? Qanday chiqdi? Ko'ngilingizga chiqdimi? Hamma narsa. Avvalambor assalomu alaykum. Zo'r media obunachilari, shu mebel ishqibozlari. Men YouTube'dan ko'rib borib, kuzatib bor edim. Sizlarning obunachilaringizman. Birinchi o'rinda YouTube'dan kuzatib, menga yoqqani uchun keyin sizga telefon qildim. Sizlar keldilaringizlar. Manaki xudoga shukr, yaxshi, hammasi ko'nglimda-da. Mana shular ko'nglimdadan ziyoda chiqibdi. Yoqdi menga. Mana bu katalogda unchalik emas edi, lekin hozir shuni ko'rinishi a'lo. O'z boshida xuddi shunday aytibsiz-a. YouTube'da ko'rgan narsa ish qilish shu yerga ham keladi. Xuddi shunday bo'ldi. Xudoga shukr, rahmat. Qo'llarni zart ko'rmasin, hammasi cho'tka bo'ldi, ko'nglimda-da. Hammasi Qanchadan beri kuzatasiz? Men shu adashmasam noyabrdan beri kuzataman. Ancha vaqtdan beri, 5-6 oydan beri. Shunday. Obunachi bo'lib kuzatib. Ko'ngilingizga narsa chiqibdimi? Xudoga shukr, hammasi cho'tka ko'nglimda. Bizga shu kerak aka. Yaxshi kunlarga ishladingiz. Shunday, sizlarga ham katta rahmat, ustalarga ham rahmat, qo'llar dard ko'rmasin, hamisha mana shunday qo'li och ustalar bo'lib yursin. Rahmat. Aytganingiz kelsa, bemalol zakaz berish olsin, ha, bemalol zakaz beraversin, qo'rqmang. Mana bizni qishloq qayer ko'rib turayotgan bo'lsa, bizlarni bemalol qo'rqmang, zakaz beraveramiz. Men borman, ustalar bor, hammasi joyida bo'ladi. Xudo xolasa. Rahmat katta. Mikrofonni olib qolaman. Bemalol tursanglar, to'la obzorni qilib beraman. Rahmat sizga va yaxshi kunlar tutlar. Qaranglar do'stlar. Haladan deydi o'zi aytgan, 5 korobka qilib bering deb. 5 korobka qilib berganmiz haladan deydi. Joyini bonus qilib berganmiz. Tepa tarafiga bitta shikobcha qilib berganmiz. Polni seli mana shu joyimizdan 60 sm minus qilib berganmiz. Biz mana shu tarafiga pul olganmiz. Har doimgidek PVH Plus atachentadan foydalanganmiz. Endi yarkil osvetiga o'tyapmiz. Yarkil osveti qandaydir o'zimga ham boshqacha ko'rgan uchun qilyapmiz. Kimgadir qora, kimgadir bu yoqadi, kimga qanaqa rang kerak bo'lgan bo'lsa, farqi yo'q, aytsanglar o'sha narsani qilib beramiz. Gaz plitamiz orqa tarafiga har doimgidek kalonni oynamizni qo'yib berganmiz. Yozuvi bor. Bismillahirrohmanirrohim yozuvlik. Mana ko'rib turganingizdek kalonni oynamizni qo'yib berganmiz. Issiq narsani bemalol mana shu joyda yoqib gazdan foydalansanglar bo'laveradi. Bu plasimizga zarari yetmaydi. Endi kerakli joyga vishilka qilinadigan naborlarni qo'yib berganmiz. Palaman smesitrimiz 5 yil garantiyasi bor. Nemetskiy rakvinamiz. Mana bu joyga bo'ladigan bo'lsa, o'sha polniy montajlarni hamma narsasini qilib berganmiz. Tepa tarafimizga bo'ladigan bo'lsa, sushulkalarimizni joylab berganmiz. Sushulkalari ham parashkovoy kraskada sepilgan sushulkadan qo'yib berganmiz. Bu narsa yaxshi tarafi o'sha zang bosmaydi, yaxshi xizmatini qilib beradi. Bizdan qolib ketgan narsa, hozir aytmoqchi bo'lgan narsam, past tarafida musor paqirimiz bo'ladi. O'sha musor paqirimiz qolib ketdi. Har doim o'sha musor paqirimiz rakvinaning past qismida bo'ladi. Bu bonuslarimizni aytib o'tamiz. Bitta musor paqirni olib kelib qo'yib beramiz, xudo xolasa. Bolalarda hozir esdan chiqibdi, menimcha qo'yib qo'yamiz. Qaranglar do'stlar. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa, pichoq opishtiradigan magnet bilan pichoq naborlarni ham qo'yib berganmiz. Past tarafiga bo'ladigan bo'lsa, kalon oynamizni qo'yib berganmiz. Buning yaxshi tarafi o'sha gaz plitadan issiq narsalar tushgan vaqtda shu yerda foydalanib, o'sha go'sht maydalar sabz bo'lgan vaqtda ham ishlatsa bo'laveradigan qilib berganmiz. Bu yerlarga tortmalarni joylab berganmiz. Past taraflariga ham tortma qilib berganmiz. Mana bu joyga bo'ladigan bo'lsa, mikrolovkasini joylab ketadi. Bitta oyna bu yerga, bitta oyna bu yerga qo'yib berganmiz. O'sha masofadan boshqariladigan sensorlik vitichkamizdan olib kelib berganmiz. Buni puli отдельно qo'shiladi do'stlar. Shuni esdan chiqarmanglar. Pulini отдельно narxini qo'shib qo'yamiz. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa, o'sha montajlarni chizib berganmiz. Montajdan oldin kelganman bu yerga, o'sha qayeriga rozetka, qayeriga sovuq montaj hamma narsasini chizib berganmiz. Grey tekstura materialimizda bo'lgan akril material, kashtan firmaniki, turetskiy akril. Tepa taraflariga bo'lsa, plafon qismlarini o'tkazib berganmiz. Stol illyustratsiyasiga stolishingizda, xudo xolasa mana shu ko'rib turgan joylar taxminan 3 metrda atrofiga tushgan mebelimiz. Sizlarga mana shunday mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqa olasiz. WhatsApp, Telegramlarimiz doimiy ishlab turadi, xudo xolasa. Bemalol savollar bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz.
sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'r videolar ko'rishguncha salomat bo'linglar.